Ana, qayerga ketyapmiz? Katta yigit bo'lib qolding, hunar o'rganishing kerak. Ustaga shogirdchisan, yur. Mana sizga o'g'iltoy shogirdlikka olib keldim. Yaxshi mashina ustasi qilib tayyorlab berasiz menga. Go'shti sizga, suyagi bizga. Dada, men tashlab ketasizmi? Ha, tashlab ketaman. Dada, iltimos tashlab ketmang, olib keting, kechqurunlar o'zim seyishga chiqaman. Yur. Qolmayman. Novvoy bo'lasan. Novvoy hech qachon och qolmaydi. Novvoyning qo'li gul bo'lur. Bang. Bor, tez o'rganga. Yaxshilab o'rgatchi bunga. Mana nonlar yopdim, qarab tur, pishgandan keyin o'zi olasan. Birak ketdim. Mana sizga shogird olib keldim. Go'shi sizniki, suyagi bizniki. degan gaplarni unutgan holatda qassoblikni yaxshi o'rgatasiz. Qondan qo'rqmaysanmi? Men chuvini o'ldirganman, bir urganman, puf ketib, ana o'sha qoni chiqib ketgan. Bo'pti, go'shtlarni sotib bo'lmasa. Go'shtlar qani? Sotib oldim, zo'r ish qilibmanmi? 20 ming ham. Ketaveraymi? Dadam, men o'zimga zo'r kasb topdim. Bu yoqqa kelgin, hozir tikaman. Ay, og'riydi-ku. Hey,